Bugun to'g'ri qarorni qabul qildik. Vaqtni ham, pulni ham tejab, sovuq kunlarda tashqarida sarson bo'lmasdan fast foodni uyimizda tashkil qildik. Menyuda birinchi bo'lib kartoshkali sharikchalar. Akam o'z qo'llari bilan mehr bilan tayyorladilar. Idishlarni ham yuqsiz qoldirmadilar. Ikkinchi bo'lib menyuni Caravan Kitchenni nagit va kurinli sharikchalari egalladi. Bunaqasini hali hech qayerda yeb ko'rmagandik. 15 daqiqada ikkita menyuni tayyorlab tashladik. Sizga uyda tayyorlab yegan ma'qulmi yoki ko'chada pul sarflashmi? Masalan, bizaga juda xotirjamlikda yeyish yoqadi. Menyuni oxiriga stripsilarni qo'ydik. KFCni twister holatida dasturxonga tortdik. Bunga o'zi bilan yaxshi kelishadigan sous va sabzavotlarni solib o'radik. Ikki tomonini tovada qizdirib oldik. Issiq uyda o'zimiz sevgan kino qarshisida mehr to'la oilamiz bilan maroqli kunni o'tkazdik. Biza tuzgan menyular sizlarga yoqdimi? Bizaga esa yoqimli ishtaha.